Xudo xolasa akamizga darvoza sotdik. Xo'p, eni 4 metr, bo'yiga 3.45 chiqdi aka. Akamiz Rossiyada ishlab kelgan ekanlar. 6 million 800 mingga berdik, 500 mingga darvozalarini olib qoldi. Eski darvozalar ekan. Akamiz shuna samimiy inson ekanlar. Rossiyada ishlar ekanlar o'zlari, poyezd yo'lida. Aka, xursandmisiz? Xursandman, o'sha Rizo Metaldan darvozalar olinglar, chiroyli qilib meni o'rnatib berishdi, xizmatlariga rozi bo'lishsin. Rahmat. Ishlarga Alloh rivoj bersin. Ro'za-oy Ramazon kunlarida o'sha qilgan yaxshiliklari iloyim Xudo 100 jannat qilib qaytarsin iloyim. Juda ishlari tez bitdi. Juda. Hozir bordik, joylarni o'lchadik, shunga kelishdik. Rosa qiynalib pul topar ekanlar. Iloji bo'lsa qo'limizdan kelsa nima endi? Bepul berib yuborsak, bizda ham bepul berish imkoniyatimiz yo'q. Iloji boricha arzon qilib beramiz. Murojaat qilinglar. Ashu musofirda ishlaydiganlarga qo'limizdan kelgancha arzon qilib beramiz. Aka, sog' bo'ling. Rahmat. Kech bo'ling aka. Rozi bo'ling. Hozir o'rnatib berishadi bolalar. Bo'ldi, xo'p, rahmat.